Suyumli xo'jayin bovoq. Men odatda xat yozmayman. Lekin hozir xotir yozishning to'liq muhimligini tushunib ketdim. Gerçi men savdo maktabida o'qimagan bo'lsam-mu, yasayda boshqalarga buning muhimligini so'zlab beryapman. Agar mehr muhabbatga ishkimizdan faqat birimizni erisha oladigan ish bo'lsa, undaqda men o'zimda bor hammani senga o'tinib berishni xohlayman. Bu filmni izhat saloniga 51 ni yo'llab ko'ring. Men sana bir ish tepib qo'ydim. Bu bir jafoliq ham maosh berilmaydigan xizmat. Lekin bir yaxshi yeri shuki, sen menga ishdan bo'shtilmaysan. Men yana shundoq deb kapolat bermanki, har kuni atigan uyg'ongan chog'ingda men yaningda bo'laman. Har kuni kechki tomoqda men yaningda bo'laman. Her yıl tug'ilgan kuning va Rojdestvo bayramida men yaningda bo'laman. Mangu. Mangu. Ay yıllarni tang o'tkazib ikkimiz birga qayraymiz. Ikkimiz mangu yaxshi oqiqalardan bo'lamiz. Mangu. O'rningdan tur, kichik papa. Soat 7. Nimishqa o'rnimdan turaman? Soat 7 bo'lg'achqa, bu mening birdan-bir xizmatim. Lekin sen doim xizmatiga moslashmaysan. Lekin hech qisi yo'q. Kichik papa ba'zida menma adishib qolaman. Bo'libmi yoz kunlari bahorning qandoq o'tib ketganini to'ymay qolaman. Sehrgarlik dunyosida bizning kalendarimiz yo'q. Bahorni qo'ldan ketkazmasak, bizni kutayotgan zulmatli qarqish. Adishib qolmadim sehrgar. Uni ko'gim kep ketdi. Qaratem kim ketdi? Bu buvoq bo'lsa, Kichik ukam. Avayla. U qaytib ketdi. ukang Lensi Templatonga salom bak. Lensi? Qichiqlayman, toza qichiqlayman. Avayla qozam. Mana bu mening hikoyam. Bizning hikoyamiz. Xo'sh bo'lishga tegishligi shuki, ukam ikkimiz baxtiyor turmushga erishdik. 快手，拥抱每一种生活。